Assalomu alaykum aziz kitobxonlar va tarix ixlosmandlari. Bugun biz siz bilan nafaqat o'zbek xalqi, balki butun dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk siymo Sohibqiron Amir Temur hayotiga nazar tashlaymiz. U 27 ta davlatni birlashtirgan, birorta jangda mag'lub bo'lmagan hukmdor edi. Ammo uning shaxsiyati biz bilganimizdan ancha chuqurroq. Biz sizga Amir Temur haqidagi eng hayratlanarli 10 ta haqiqatni taqdim etamiz. Birinchi haqiqat: Amir Temur nafaqat qilich sohibi, balki yuksak intellekt egasi ham bo'lgan. U turkiy va forsiy tillardan tashqari arab tilini mukammal bilgan va jami 12 ta tilda bemalol muloqot qila olgan. Bu uning diplomatik g'alabalariga katta zamin yaratgan. Ikkinchi haqiqat: Sohibqiron shaxmatni shu darajada kuchli o'ynaganki, oddiy 64 katakli doska unga kichiklik qilgan. Shu sababli u 110 ta katakdan iborat buyuk shaxmatni ixtiro qilgan. Bu o'yinda nafaqat fil va ot, balki tuya, fil va hatto zafar donalari ham bo'lgan. Uchinchi haqiqat: Temur bobomiz fenomenal xotiraga ega bo'lgan. U o'z armiyasidagi minglab askarlarni yuzidan tanigan va ismini eslab qolgan. Shuningdek, u tarix va adabiyotga oid yuzlab asarlarni yoddan bilgan. To'rtinchi haqiqat: har bir harbiy yurish va safarda Sohibqiron bilan birga maxsus sanduqlarda minglab nodir kitoblar olib yurilgan. U safar davomida ham mutolaadan to'xtamagan va olimlar bilan ilmiy bahslar olib borgan. Beshinchi haqiqat: uning mashhur kuch adolatdadir shiori shunchalik so'z emas, balki butun davlatchilik tizimining poydevori edi. U adolatsiz amaldorlarni qattiq jazolagan va oddiy xalqning huquqlarini doim himoya qilib kelgan. Oltinchi haqiqat: Temur Samarqandni dunyoning eng go'zal shahriga aylantirishni maqsad qilgan. U zabt etilgan hududlardan boyliklarni emas, birinchi navbatda eng mohir ustalar, me'morlar va olimlarni Samarqandga olib kelgan. Yettinchi haqiqat: Temur Xitoydan Angliyagacha bo'lgan ulkan hududda murakkab diplomatik aloqalar o'rnatgan. Uning davrida Buyuk Ipak yo'li qayta tiklandi va xavfsizlik ta'minlandi. Bu esa iqtisodiy yuksalishga olib keldi. Sakkizinchi haqiqat: Amir Temur o'z hayoti davomida olib borgan birorta yirik jangda mag'lub bo'lmagan. Uning harbiy strategiyasi va taktikasi shu darajada mukammal bo'lganki, u 200 dan ortiq janglarda, jumladan Usmoniylar, Oltin O'rda va Dehli sultonligiga qarshi kurashlarda ham doim g'alaba qozongan. Tarixchilar uni yengilmas sarkarda deb atashadi. To'qqizinchi haqiqat: uning eng mashhur g'alabalaridan biri 1402 yildagi Anqara jangidir. Bu jangda u Usmoniylar sultoni Boyazid Yildirimni yengib, Yevropani katta bosqindan saqlab qolgan. Fransiya qiroli Karl VI va Angliya qiroli Genrix IV Sohibqironga minnatdorchilik maktublarini yo'llashgan. Va nihoyat 10-chi haqiqat: Temur tuzuklari bu nafaqat qonunlar to'plami, balki rahbarlik san'ati bo'yicha yozilgan ilk mukammal asarlardan biridir. Bugungi kunda ham ushbu asar dunyoning yetakchi harbiy va siyosiy akademiyalarida qo'llanma sifatida o'rganiladi. Ko'rib turganingizdek,
Amir Temur shaxsiyati faqat zafarli yurishlardan iborat emas. Bu yuksak ma'naviyat, ilm va adolat maktabidir. Ushbu 10 ta haqiqat Sohibqiron siymosining ummonidan bir tomchi xolos.